Assalomu alaykum. Dillarlar chechaklarni yoqtirib anglab kelayotgan umoqlarim, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Adil Abdurahmon Tag'apanning hikoyalaridan Bo'janning shodligi degan hikoyani anglaylik, ha? Hikoya Bo'janning shodligi. Yakshanba oq Bo'jan atigan o'rnidan turibla apsiga "Bog'chaga o'pirib o'ynatib kel" deb g'alva qilg'ili turdi. Bog'cha bahiroq, havorayi qandaq bo'larkin tang. To'shqan ana gullarga suv qo'yg'ach osmonga qaradi. Chunki bultur balalar bayrami kuni Oqbo'jan bog'chaga sayohatga borganda yomg'irda qilib, zukamdab qilib bir hafta o'rin tutib yetib qolgan edi. Xotirjam bo'lsizlar to'shqanada. Höppida ichilib ketgan rangarang gullar ustida shirni yig'ib yurgan ishchan asallarisi to'shqan ananing oldiga uchib keldi-da, chiroyli qanotlarini qiqib turib muloyimlik bilan "Bugun havo ochiq bo'ladi" dedi. "Havoning ochiq bo'lganligini nadan bilsiz, singlim?" To'shqan ana uning gapiga sal ishonmaganda qilib so'radi. "Albatta bilaman." Hasanlarisi o'ziga ishongan holda tamtirmay tushuntirishga boshladi. Chunki havo ochiq kunlari gullarning purqi kuchli bo'ladi, shirnisimi ko'p bo'ladi. Shunga biz tangsardala shirni yiqqili chiqdik. U gapini sal to'xtatib olib Oqbo'janga qaradi. "Xotirjam berib qong'udek o'ynab kelgina, kayningdan bizmi bog'chaga shirni yiqqili boramiz." Oqbo'jan bu gapni anglab shodlikdan sakrab mangdi. "Rahmat hari singlim, amsa biz mang'ish turaylik, ha?" To'shqan ana ishlarini yig'ishtirib Bo'janni chiroyli kiyintirdi-da bog'chaga elib ketdi. Shu kuni rostilla havo nihoyatda ochiq bo'ldi. Bog'chaga nurg'ulagan kichik do'stlar yig'ilgan edi. Bo'jan ular bilan qong'udek o'ynab oldi. Do'stlar, biz bu hikoyadan yangi bir bilimni o'rganib oldik-a? Biz o'rganib olgan bu bilimimizni atrofimizga do'stlarimizga so'zlab beraylikmi? Undaqda oxirida dillarlar hadanglarga agishib tuvandagi balalar qo'shqini o'rganinglar, ha? Balalar qo'shqi yaxshi bala. Bizning Dolqin darsda a'la, texi o'zi havaskor bala. Planlarni aplik yasaydi, hech yerini qo'ymasdan chala. Kerak bo'lsa kelar qo'lidan, to'q yo'lini o'ngshashmu yana. Gul terisa maktab beg'iga, maqtab ketar muallim ana. 3 baldoqni taqab bilakka, Dolqin hamon uzib boradi. Ma'rifatning sho'x daryosida kelajakka uzib boradi. Kichik shoirlar kash bo'lib ketibdi. Amiz bugun bo'ldir uxlanglarchimi? Tatliq tushlar sizlarga amro bo'lsin. Zaman şunda